Erkaklarda ham nomardi ko'p. Erkaklar ham eshitdinglar-da. Sizlarda ham nomardliklar ko'p. Ot kallasini va'da qilasizlar. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan qilib? Bu dumchi erkaklar javobda emasmi? Men uylanaman jonim senga deb qo'yib aldab ketganlari ko'p. 1 yil yashab, 2 yil yashab, yaqin o'rtoqlariga yashaganlari ko'p. Jahannami ota hali jahannam. Sizlarga ham tegishli azizlarim. Menmi? Meni qilib yuboringlar. Мне все равно. Tushadigan sizsiz. Yig'ishtirib olinglar. Endi keyin biladigan erkaklar, menga nima degan ham shayton. Bildingizmi, betiga aytib ketdi. Erkakmisan deb 2 ta 3 taning bittasini ol burchaga dang'illatganda, o'sha yerda o'tirgin deyish kerak. Я так думаю. Потому что не хватает. Вот этого чуть-чуть не хватает yo'lga soladiganlarda. Nima qilyapsizlar sizlar? Erkak bo'l. Uni aldab, mana xotinim o'lgan, xotinim kasal, soppasoq. Xotinini kasal rak devoradi. Soppasoq xotin. Nima qilasizlar unaqa qilib aldab? Qilmanglar unaqa erkaklar, sizlarda ham mana emas, mana bor. Ko'chada birovlar ustidan kulgandan ko'ra bir o'zlaringizga qarab olsanglar yaxshi bo'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman Alloh rizosida. Chaqib opalik, onalik vazifamni qildim. Ko'p onalar aytmas ekan. Men aytyapman.